Omon School'da rus tili xalqaro imkoniyatlar kaliti. Bugungi videomizda yana bir Omon School'dagi maxsus fanlardan biri rus tili haqida so'z yuritamiz. Omon School maktabida 2025-2026 o'quv yilida rus sinflari ham ochiladi. E'tiborlisi shundaki, Omon School'dagi o'zbek sinflari ham bemalol rus tilida gapirishni va yozishni mukammal darajada o'rgana oladi. Chunki Omon School'dagi rus tili maxsus fan sifatida o'qitiladi. Omon School'ning har bir bitiruvchisi kamida ikkita tilni, ingliz tili va rus tilida bemalol gaplasha oladigan bo'ladi. Omon School'da rus sinflariga faqatgina boshlang'ich sinflarda qabul qilinadi. Agarda bu o'quvchilar avvalgi maktablarida yoki bog'chada rus sinfida o'qigan bo'lsa, chunki hozirgi kunda O'zbekistondagi ko'pchilik ota-onalarda farzandlarini rus sinflariga berishni xohlashadi. Ammo aksariyat ota-onalarga yoqmaydigan ikkita holat bor. Birinchisi, farzandi katta sinflarga o'tgandan keyin rus mentalitetiga moyilligi ortishi. Ikkinchisi esa bola asosiy energiyasini rus tilining o'zini o'rganishga sarflaydi va fanning o'zini o'zlashtirishda katta qiyinchilikka uchraydi. Bu muammolarga yechim esa Omon School'ning o'zbek sinflarida o'qish. Chunki o'zbek sinflarida ham rus tilini mukammal darajada o'rganishi mumkin. Omon School'da rus tili darslarini Rossiyaning MGU universiteti bitiruvchisi Mariya Yuriyevna va boshqa malakali ustozlar olib boradilar. Rus tili o'rganishning bir nechta afzalliklari mavjud. Rossiyadagi nufuzli universitetlar MGIMO, MGU va boshqa universitetlarda ta'lim olish imkoniyati, tibbiyot, texnika, IT, fan va san'at sohalaridagi ko'plab resurslar. Rus tili ilmiy maqolalar, darsliklar, klassik adabiyotlarga juda boy. O'zbekistondagi ko'plab tashkilotlar va xalqaro kompaniyalarda rus tilini biladigan xodimlarga talab juda katta. Va oxirgi afzalliklardan biri rus tili MDH davlatlari orasidagi aloqa tili hisoblanadi.